Qirol kimligini qayerdan bilaman? Zabardast tog'lar bir-biriga urilib, yaralgan bu zamin qonga botgan paytda, ulkan to'lqinlar quturib, sohilga shiddat bilan urila boshlagan mahalda, oddiy izdoshlar taajjub ila kuzatganda, afsonaviy bahodir og'ir sinov damlarda kemani qirg'oqqa sudrab keladi. U ummon va tuproq orasidagi tirik ko'prik bo'ladi. Go'yo alanga ichida toplangan bu jangchi bizga qirollik qiladi.